Salom do'stlar, sizlar bilan Biznes Texnologiya uz kanali. Bill Gates. U kimligini bilasizmi? To'liq ismi William Henry Gates. U 1955-yil 28 oktyabrda dunyoga kelgan. Bill Gates Amerika Qo'shma Shtatlari, Washingtonning Seattle shahrida tavallud topgan. Bill Gates kichikligidan dadil orzular qurdi. Ulardan eng dastlabkisi har bir uyda kompyuter bo'lishi kerak degan orzusi edi. O'sha davrda bu fikr ko'pchilikka xuddi har bir hovlida raketa bo'lishi kerak degandek eshitilgan. Bill Gates 1975-yilda do'sti Paul Allen bilan birga Microsoft kompaniyasiga asos soldi. Microsoft kompaniyasi bugungi kunda yiliga milliard dollarlab daromad oluvchi gigant kompaniyalardan biri hisoblanadi. Keyingi videolarda Microsoft kompaniyasi haqida sizni qiziqtirgan ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalimizni kuzatib boring.